Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli, zukko, bir-biridan qiziquvchan, dono bolajonlar uchun mening birinchi ensiklopediya Kapalaklar olamiga sayohat nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Atrofimizdagi olamning go'zalligini ko'ryapsizmi? Ha, tabiat naqadar go'zal. Uning go'zalligining gullar va kapalaklarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ayniqsa bahorda turfa xil gullarga qo'nib uchib yurgan rangning kapalaklarni ko'rganingizda ko'nglingiz yayraydi. Ularning tovlanayotgan qanotchalari sizni o'zining ortidan yugurishga majbur qiladi. Siz hamisha ko'rib yurgan kapalaklarni yanada yaxshiroq bilishni xohlaysizmi? Marhamat, ushbu kitob kapalaklarning ajoyib olamini sizga namoyon etadi.